Sizlar menga anchadan beri sizga juda ham koreyskiy makiyaj yarashsa kerak, ko'ring yuzingizni bir marta хотя бы deb aytgansizlar. Minimum 3 ta подписчик yozganini aniq ko'rganman, o'shaning uchun men o'zimning yuzimda koreyskiy make-up qilib ko'raman nihoyat. Xullas ishimizni yuzimni oppoq qilib olishdan boshlayman, chunki karsizlar prям svetli tonalka ishlatar ekan yuziga. Menda unaqa tonalka yo'q. O'shaning uchun konsiler bilan mana qilib hamma joyimga surib chiqaman. Koreyskiy make-up qilishni men bu opadan o'rganganman. Yuzimni shunaqa mumiga o'xshab maksimalni oqartirib olgandan keyin qoshimni chizaman. Qosh chizish o'zi men uchun eng qiyin bo'lgan proses. Koreyskiy makiyajda qosh mana bunaqa tekis bo'lishi kerak ekan. Xullas bir amallab 2 xil qosh qilib oldik. Men o'zi odatda konturing qilmayman, lekin opaning aytishlari bo'yicha karsizlar juda ham konturing yaxshi ko'rar ekan. O'shaning uchun qo'limizdan kelguncha konturingni juda ham muhim etaplardan biri bu o'zingizga chiroyli burun chizib olish ekan. Menimcha vizajistlar bu videoni ko'rib o'zini tomdan tashlab yuborgisi kelyapti hozir. Keyingi etap bu rumyani juda ham ko'p bo'rtib. Mana просто karsga o'xshagan ko'zim borligi hali hech nimani hal qilmas ekan. Koreyskiy makiyajda prям ko'zlarini выразительный qilib takay chiroyli qilib qo'yishadi. Yana bir marta aytaman, iltimos vizajistlar o'zinglarni osib olmanglar meni videomni ko'rgandan keyin. Xo'p, ko'zimiz tepasini takay rozoviy qilib bo'yab olganimizdan keyin men bunday qilib chekalariga ham chiqarib, pastni ham rozoviy qilishga qaror qildim. Endi karslarning eng yaxshi ko'rgan etapi strelka bilan egyo sal chizamiz. Xullas, strelkamiz ikki xil bo'lishiga qaramasdan ko'zinglarni bunday qilar ekansizlar, pastiga egyo sal chizar ekansizlar. O'zimga ishonib bu taraflarigacha chizishni boshladim. Egyo salimiz mana bunaqa безупречный bo'lishi uchun egini mana bunaqa qilib oq karandash bilan chizib chiqish kerak ekan. Tush sursam hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb o'zim aldamoqman. O'shaning uchun hozir nihoyat tush suramiz. O'zi kipriga yopishtirishimiz kerak edi, lekin kiplarim bo'lmagani uchun yopishtiradigan tushni prям yaxshilab surib chiqaman. Hop, ko'z makiyajim endi tayyor bo'ldi. Endi labimni bo'yasam bo'ldi. Просто mana bunaqa rozoviy pomadani ozgina surib, barmog'im bilan mana bunaqa chekalariga chiqazaman. Bitta makiyajda cho'kkasini kesgan odam ko'rganmisizlar?